ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan umummilliy so'rovnoma o'tkazilyapti. Ayni vaqtda Urganch davlat tibbiyot institutida O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan umummilliy so'rovnoma o'tkazildi. Mazkur so'rovnoma orqali ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoni, professor-o'qituvchilar faoliyati, ta'lim oluvchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar hamda mavjud muammolarni aniqlash va tahlil qilish ko'zda tutilgan. Urganch davlat tibbiyot instituti jamoasi va talabalari ushbu jarayonda faol ishtirok etib, o'z fikr va takliflari orqali ta'lim sohasiga yanada munosib hissa qo'shishdi. Mana hozir institutimizda ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan umumiy so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnomada men va institutimiz talabalari faol ishtirok etdik. So'rovnomada ochiqlik va shaffoflik prinsipi va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan savollarga javob berdim. O'ylaymanki, kelajakda bu so'rovnomadan kelib chiqib, institutimiz ta'lim sifatini yanada oshirishga va yangi marralar zabt etishga yordam beradi. Bu so'rovnomani o'tkazishdan maqsad ta'lim sifatini ta'minlash bo'yicha qilinayotgan ishlar, universitetlarda yaratilgan shart-sharoitlar, bu bo'yicha talabalarni, professor o'qituvchilarni fikrlarini bilish, takliflarini olish va buni keyin tahlilini qilish. Bugun institutimizda O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi qoshidagi ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi tomonidan so'rovnoma o'tkazilyapti. Ushbu so'rovnoma nafaqat professor o'qituvchilarimiz malakasini oshirishda, balki o'quvchilar bilan yaqinda ishlashga katta yordam beradi deb o'ylayman. Chunki ta'lim sifatini qanchalik yuksak darajada bo'lishi oliy ta'lim tashkilotini jahon standartlari bilan birga ishlashida katta yordam beradi. Men bugungi so'rovnomada qatnashib turganimdan juda xursandman.